Assalomu alaykum, ekran oldidagi aziz ko'ruvchilar, Yo'in TV'ning Uyg'urcha universal kanali orqali yana bir qatim sizlar bilan yuz ko'rishib turayotganligimizdan to'liq xushalmiz. Bugun iqtisod ko'znigi sahifamizda pul tepishning quroli haqida so'zlab beramiz. Pul tepishning maxsus quroli bor. Nurg'ulg'a odam pul tepishning yo'lini amgak qilish deb biladi. Ya'ni ishlash orqali maosh ilish, ishlash orqali qimmat yaratish deb qaraydi. Amaliyotda undaq emas. Pul tepishning quroli bo'lsa, ishonch inovatdir. Inovatingiz qancha yuqori bo'lsa, sizning pul tepish iqtidoringiz shuncha yuqori bo'ladi. Inovatingiz qancha tuvan bo'lsa, shuncha oz pul topsiz degan gap. Masalan, siz bir apparat sotib olmoqchi. Maqsadingiz bo'lsa rasm tortish. Siz eng oxirida nurg'ulg'an apparatlar ichida bir apparatni tanlab setib olasiz. U Sony bo'lishi mumkin. Eng oxirida sizning tanlashingizga sabab bo'ladigan Sony markasining innovati va ishonchlikligi. Masalan, siz bankaga berib qarz olmoqchi. Sizning qarz ola olishingiz yoki ola olmasligingiz va yoki qanchalik miqdorda qarz ola olishingiz sizning innovatingizga, ya'ni jamiyatga qo'shayotgan to'hfangizga bog'liq. Siz do'stingizdan pul so'ramoqchi bo'lsangiz, bu yanada o'xshash. Siz ishonchli bo'lsangiz, innovatingiz bo'lsa, do'stingiz sizga darhol berib turdi. Demak, ishonch va innovat pulni sumiradigan qurol. Pulning mohiyatining ishonch, innovat ekanligini bilib olgandan keyin pul topmoq bir oz osonga to'xtaydi. Pul tepish uchun oldi bilan innovat tepish, boshqalarga ishonch berish kerak. Siz igilik tiklab shirkat qurdingiz. Agar siz nomi yo'q bir odam bo'lsangiz, garchi sizning mahsulotingiz yaxshi bo'lsa-mu, osonlikcha setib chiqara olmaysiz. Shunga nurg'ulg'an shirkatlar innovati yuqori bo'lgan cho'lponlarni taklif qiladi. Undaqda nimishqa cho'lponlar osonla setib chiqara oladi? Siz setib chiqara olmaysiz, chunki cho'lponlarda innovat bor. Iste'molchilar sizga ishonmaydi. Ular cho'lponlarga ishonadi. Agar sizning mahsulotingiz haqiqatan yaxshi bo'lsa, uzun bir mezgildan keyin innovatingiz o'zligidan tiklanib, savdongiz rivojlanadi. Demak, pul tepish uchun butun diqqatni mahsulotga yoki mulozimatga markazlashtirmaslik lozim. Balki innovatga ko'proq diqqatni ag'dirish kerak. Chunki innovat haqiqiy pul topqizadigan qurol hisoblanadi. Ba'zilar qaytirib so'rash mumkin. Undaqda mahsulotning sifati muhim emasmi? Mahsulotning sifati-mu albatta muhim. Chunki nachar mahsulot sizning innovatingizni vayron qiladi. Sizning mahsulotingiz chuqur boshqalarnikidan bekla yaxshi bo'lishi shart emas. Faqat normal o'lchamdan oshsa shu yetarlik. Keyingi qadamda baslashdig'ini yanada innovat. Shunga siz har qancha yaxshi mahsulot ishlab chiqargan taqdirdami, to'g'ri cho'lponlarni oshirib sota olmaysiz. Chunki to'r cho'lponlarning iste'molchilar oldida sizga qaraganda bakroq innovati bor. Agar siz pul tepish sur'atingizni tezlashtirmoqchi bo'lsangiz, e'longa pul xarjlasangiz bo'ladi. Ya'ni siz pul xarjlash orqali dongli kishilarning innovatini setib olasiz va ularning innovat orqali pul topasiz. Atrofimizga qarab baqsaq, pul tepish iqtidori yuqori bo'lgan shirkatlarning hammasi iste'molchilarning qalbida innovati yuqori bo'lgan shirkatlar hisoblanadi. Masalan, Alma shirkati. Alma shirkati yangi mahsulotlarga ko'p iqtidor qo'shmagan bo'lsa-mu, nurg'ulg'an kishilar yanala setib olishni qaror qiladi. Nurg'ulg'an yosh igilik tikluvchilarda bir xato qarash bor. Ya'ni, ular men yaxshi bir savdo plani yazsamla, boshqalar menga mablag' soladi deb o'ylaydi. Amaliyotda undaq emas. Ularning ishondig'ini sizning planingiz emas, balki siz. Ular sizning burun nima ishlarni qilib baqqanligingizga, qandaq natijalarni qo'lga keltirganligingizga qaraydi. Agar siz burun nurg'ulg'an turlarga qatnashib baqqan bo'lsangiz va muvaffaqiyat qozongan bo'lsangiz, ular sizning planingizga tuzuk qarab ketmayla sizga mablag' soladi. Agar siz burun hech ish qilib baxmagan bo'lsangiz, har qancha mukammal plan yezib etgan taqdirdami, ular sizni tanlamaydi. Agar siz shirkatdagi o'rningizni o'stirmoqchi bo'lsangiz, rahbaringizga ishonch berib, innovatingizni tiklang. Agar siz shirkat ochgan bo'lsangiz, xaridorlaringizning sizga bo'lgan ishonchisini qo'lga keltiringda, innovatingizni oshiring.
Agar siz yangi o'qish bitirmoqchi bo'lgan o'quvchi bo'lsangiz va yaxshi xizmatga erishishni xohlasangiz, undaqda chuqur maktabda yaxshi natijalarni va xizmat tajribasini qo'lga keltiring. Chunki ular sizning inovatingiz hisoblanadi. Bu inovat ishonch haqidami oyat hadislar ko'p. Qur'ondami tijorat kalimasi 9 yerda tilga ilingan ekan. Sura Yusufning 55-oyatida Yusuf alayhissalom mundaq degan: "Meni Misr zeminining xazinalarini boshqarishga qo'ygin. Men haqiqatan uni boshqarish yo'llarini biladigan va obdan saqlay oladigan odamman." Bu oyatdami tijorat yo'llarini bilish tilga ilinib qolmay, yana ishonchli bo'lish alohida ta'kidlangan. Ayni vaqtda Hazrati Xadija Kubra onamiz savdo karvoniga karvon beshi tanlashda suyumlik payg'ambarimizni tanlagan. Gerçi payg'ambarimiz tijoratda tajribalik bo'lmasa-mu, ishonchlikligi, xalq ichidagi rostchil, samimiy degan inovati bilan karvon beshi bo'lishga munosib bo'lgan. Jannatdan oldin xush xabar berilgan sahabalardan Abdurrahman ibn Avf, Osman ibn Affan ve Ebu Hanife qatarlıq sahabeler özlerinin rastçılığı bilen meşhur bolgan şu devrinin milyonerleri idi. Ular mal dünyasındaki Allah'ın hakkını ve rastçılığını hiç qaçan unutup kalmagan. Şuna ticaretidimi bereket bolgan ve ravaşlangan. Abdurrahman ibn Avf deydi ki, mal dünya mağa şunçilik aldığını qılgan ki, bir taşını götürsem astidan dünya çıkıp qaldığandakla qılatdi. Suyumlik payg'ambarimiz mundaq degan: Rastchil, inovatlik tijoratchi qiyomat kuni payg'ambarlar, siddiqlar va shahidlar bilan billidir. Xo'sh, barliq ko'rurman do'stlar, hammamizning pul topqimiz, bayoshat yashog'imiz keladi. Mayli kichik ish, cho'ng ish, odatdagi muomala, tijoriy muomala bo'lsin, hammasida bizning boshqalarga bergan ishonch tuyg'imiz bizga inovat ato qiladi. Vaqtning o'tishiga ergishib, u hayotimizdagi eng katta dasmiga aylandi. Oxirida hammangizlarga barakatli tijorat va utuq tilaymiz. Dunyo xabarlaridan, tirishchan to'kibkorlarning izlaridan, turmush savotlaridan, madaniyat san'atimizdan, o'tmish tariximizdan, iqtisod ko'znigimizdan, tantarbiya dunyosidan, nikoh, oila turmush bilimlaridan xabardor bo'lay desangiz, bizning kanalimizga a'zo bo'ling. Kanalimizga a'zo bo'lgandan keyin o'ng tarafdagi qo'ng'iroq belgisini besib qo'ysangiz, har qitimliq yangi mazmunlarimizdan vaqtida xabardor bo'lasiz. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Kelaki qitimliq sahifalarimizni ko'rishayli. Xayr xo'sh, Allohga omonat.